ko'proq sotilar ekan. Bularning narxi bir necha barobar qimmatlashtirilgan. Sabab ichiga qimmatbaho sovg'alar yashirib chiqilgan. Eng kichkina sovg'a televizor Smart chiqadi 35 talik, eng katta sovg'a 30 milliongacha bo'lgan maishiy texnikalar to'plamigacha chiqadi. iPhone 15 Pro chiqsa ham faqat kolonkaga to'lov qilasiz. Konditsioner chiqsa ham faqat kolonkaga to'lov qilasiz. Eng arzon sovg'a Smart televizor chiqqan taqdirda faqat kolonka pulli, televizor bepul bo'ladi. Aka, ichini ochmaymiz, ko'rmaymiz. Bitta 43 talik televizori bepul, kolonkasi pullik. Ikkovi yetib boradi. Faqat kolonkani puliga. Baraka qilamizmi yo ichini ochib ko'ramizmi? Nomer ayting. 95. Televizor Smartga aylanib qolganda yaxshi bo'lardi. Nimaga aylanib qolganda deysiz? Smartga. Oching. Mayli. Tavakkalmi? Oching, tavakkal. Allohga tavakkal. Aka, 20 taga zaklab qilsam, sovg'a yoqmasa nima bo'ladi? Aka, 20 taga zaklab qildingiz, ochib ko'rdik, ichidan sovg'a chiqmadi. Xolasiz mebel beriladi zaklabingizga, xolasiz baza, xolasiz televizor, xolasiz 299 dollar. Qozon xolasiz 2400 ming pilisos beriladi zaklabingizga. Agar sizga sovg'alar yoqmasa. Xo'p, dastavkasi ichida 2300 ming so'm, dastavka 12 ta viloyatga bepul. Garchi ichidan iPhone chiqsa ham, telefonning narxi 2300 ming so'm, boshqa to'lovi yo'q. Eng arzon sovg'asi chiqadi Smart televizor 35 talik, eng katta sovg'asi chiqadi 30 milliongacha bo'lgan maishiy texnikalar to'plami. Bir dona sovg'asi bor ekan aka. Yana bitta sovg'asi bor ekan aka. Yoniga tushdi, yuzi bilan tushdi, shuni orqaga qaratib qo'ying. Ikkita ekan. Ikkita ekan, ikkita. Savdolashamizmi yo sovg'alarni ko'ramizmi? Savdoni ko'raylik-chi, nima bo'lar ekan savdolashaylik-chi. Bitta gilam yuvadigan 2 million 400 ming so'mlik pilisos. Bitta shutash oladigan choynak. Bitta nabor pichoq komplekt beralayman ekan. Ikkinchisini yaxshi ko'rmadim, ikkinchisini ham ko'rib olaydi. Ko'rdim ikkinchisini ham. Xo'p, bitta Bosch kompaniyasidan termostat pilisos 3600 wattlik. Bitta shutash oladigan choynagi. Bitta